tanishtirib o'tadigan asarim Chingiz Aytmatovning mashhur va go'zal asarlaridan biri Jamila asaridir. Jamila asari 1958-yilda yozilgan bo'lib, 50 ga yaqin tillarga tarjima qilingan. Asarning asosiy mavzusi sevgi, sadoqat, insoniy tuyg'ular va erkinlik haqidadir. Asarning qahramonlari Jamila obrazi yosh, go'zal, kuchli xarakterli ayol bo'lib, u urushga ketgan eri Sadiqni kutadi, ammo hayotda o'z o'rnini tanlaydi. Doniyor obrazi urushdan qaytgan kamtar ammo yuragi toza yigit bo'lib, u Jamila bilan chin dildan sevishadi. Sadiq bo'lsa Jamilaning qayni ukasi bo'lib, asarni kuzatuvchi yigit bo'lib, ushbu hikoyani ham shu Sadiq tarafidan hikoya etilgan. Keyinchalik Sadiq Doniyor va Jamilaning sevgisidan ilhomlanib rassom bo'lib yetilgan. Asarning qisqacha mazmuni bilan sizlarni tanishtirib o'tsam, asar voqeasi 2-jahon urushi davrida Qirg'iz qishlog'ida kechadi. Erkaklar urushga ketganida ayollar dalada mehnat qiladilar. Jamila yosh kelinchak bo'lib, turmush qurganiga 3 oy o'tmasdan eri Sadiqni urushga olib ketishadi. Jamila bo'lsa qaynonasi bilan eri Sadiqning uyida kundalik uy ishlarini bajarib yuradi va dalaga mehnat qilishga chiqadi. Jamila juda chiroyli, xushbichim, xushchaqchaq ayol bo'lganligi uchun frontdan qaytgan ko'pgina erkaklar gap otadi, hazil-homuz qiladi, lekin Jamila ularning hech birini tanlamasdan o'z joyini ko'rsatib qo'yadi. Lekin bir kuni urushdan yarador bo'lib qaytgan Doniyor ularning brigadasiga ishga keladi va Doniyor, Jamila, Sadiq birlashib dalada ishlashadi. Jamila, Doniyor bir-birlariga mehr qo'yadi. Ularning muhabbati toza va samimiy tabiiy tarzda rivojlanadi. Jamila haqiqiy sevib qoladi. Doniyor Jamilani yuragini zabt etadi. Oxir-oqibat Jamila o'z yuragini tinglab, turmush o'rtog'i Sadiqni urushdan kelishini kutmasdan qaynonasi va uyini tashlab, Doniyor bilan qishloqdan bosh olib ketadi. Asarning g'oyasi haqiqiy sevgi insonni erkin qiladi degan olg'a surilgan. Xulosa qilib aytamizki, Jamila bu sevgi, sadoqat va erkinlik haqida yozilgan samimiy asar. Aytmatov Jamila timsolida ayolning ichki dunyosi va insoniy his-tuyg'ular go'zalligini mahorat bilan tasvirlab bergan. Ushbu asarni mutolaa qilishingizni tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat.